Hozir sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan bir nechta videolarni tomosha qilamiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. ما ما تاجیکا را تاجیکا را دوست می‌داریم. دوست می‌داریم. ما تاجیکا را دوست می‌داریم. دوست می‌داریم. Rossiyada hindistonlik migrantlar rus tili o'rniga o'zbekcha va tojikcha tillarni o'rganishmoqda. Xabaringiz bor, ayni kunlarda Rossiyaga minglab hindistonlik migrantlar kelgan va ular endi o'zbek va tojiklar o'rniga ishlashmoqda. Shu boisdan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Hindistonga tashrif buyurdi, ammo Hindistonga tashrifi chog'idagi burnini yopgan videosi keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Xabaringiz bor, hindistonlik aholi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni olqishlar bilan kutib oldi va uning peshonasiga sindur surtdi. Hattoki uning suratlariga sindur surtgan videolari keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. भारत माता की भारत माता की है भाई, स्वागत है हिंदुस्तान में, स्वागत है। मोदी के साथ अमित शाह रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चला जाएगा। हाँ, हम लोग देखेंगे। Mana do'stlar, videoni birgalikda tomosha qildik. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Siz qanday fikrdasiz?